Amaliyotlarni qo'lingga olganda tepadan bundoq zinalarni artib tushgan, xo'pmi? Mana buni xonangga olib chiqib tashlab, hamma yoq yoyilib ketib, tez-tez qillaring. Mana bu pilisos mashxonalarni tozalab, changlarni artib chiqqin. Tag'i adang kelsa, men qildim, ada ishlarni demagin, eshitdingmi? Tezlash, tez-tez. Oyi, ko'chaga chiqib o'ynab kelsam maylimi? Men bolam borib o'ynab kelgin, xo'pmi? Kech qolmagin. Oyi, sen ham ko'chaga chiqsang maylimi? Hammomga kirlaringni yuvlaringdan ko'ra bor yo'qol. Voy, kir yuvsanlarmi? Yaxshilab yuvlaring, bo'lmasa oyim urisharli. Assalomu alaykum, adasi, yaxshi kelyapsiz? Bolla ko'rinmaydi, bolla qayerda? Ko'chada shataloq deb yurishgandir-da. Sani bolang qayerda? Tepada dars qilib o'tiribdim meni bolam. Bu menga qara. Sani bolangni o'zimni farzandim deb qabul qildim. Endi onasi san ham meni bolalarimni o'zing farzanding deb qabul qilgan. Agar bir nimani eshitib qolsam, mendan yaxshilik kutmaydi. Tushundingmi? Tushundim, xo'p. Assalomu alaykum tog'a. Yaxshimisiz, tuzukmisiz? Gapirmang tog'a. Jiyanlaringiz 2-3 kundan beri xafa. Men ham shu fikrdaman tog'a. Men senga boshida nima degandim, jiyan? Endi menga qara, jiyan. Meni aytganimni qilasan. Bir kattani, bir kichikni aytgani qiyin deshadi-yu. Uyingga kamera qo'y. Ana o'shanda bilib olasan. O'zing ko'zing bilan ko'rganing boshqa baribir. Kamera deysizmi? Ha. Xo'p. Kecha men ham shuni o'ylab turdim tog'a. Bolalarim negadir mendan ham xafa ekan. Xo'p bo'ladi, aytganingiz qilaman tog'a, xo'p.